Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Sizlarga navbatdagi oshxona mebellarimizni obzorini qilishda boshladik do'stlar. Xo'p do'stlar, bu ishlarimizga razmeriga kelsak, uzunasiga 4,5 metr, yerdan balandligi 260 sm ga joylashgan. Bunimiz esa bu yoniga esa final qismi, antresollar ham esa kengina foydalanadigan bo'lgan do'stlar. Bu yoniga esa duxovka, xohlasangiz mikrovolnovkasini ham joyiga qo'yib bera olamiz do'stlar. Undan tashqari esa gaz, vitichka, yayiga esa kargo joylaganmiz. Undan keyin esa qosh soladigan paddon joylaganmiz do'stlar. Ichlari ham esa keng polkali foydalanadigan qilganmiz. Stalish hissalari ham 4 cm qalinidan bo'lgan, orqalari esa granit 120 ning eng yaxshi tosh zo'ridan bo'lgan do'stlar. Akril material, chekalari ponni plastmassa kromka, yosh bolalarda ham qo'lini qismaydigan zo'ridan ishlab qo'yganmiz do'stlar. Bunimiz razmeri pullari keladigan bo'lsa 1 pagona metri 3,200,000 so'mdan joylariga o'lchab, o'rnatib, yasab bera olamiz do'stlar. Dizayn, joyiga o'lchab olish, o'rnatib berishlar besplatniy. Yo'l kirasini kelishilgan holda vodiyda bu tomonda bo'ladigan bo'lsa, bemalol vodiy bo'ylab ustunovka dastavkasini ham qilib bera olamiz do'stlar. Bitovoy texnikalarini esa o'zingiz alohida olib berasiz. Qolgan mebelda hamma yo'qni o'zimiz xudo xohlasa chiroyli qilib ishlatadigan qilib beramiz do'stlar. Shu ishimizni masha turishi esa 15 million so'm bo'ladi. Bunimizni 1 pagona metrini 3,200,000 so'mdan tayyorlab bera olamiz do'stlar. Rangi o'zgaradigan bo'lsa, puliga umuman ta'sir qilmaydi. 1 metri 2 million so'mdan 4 million so'mgacha bor. Joyizga baland pastligiga qarab, materialga qarab, joyizga o'lchab qilib bera olamiz do'stlar. Undan tashqari esa menga tayyor ishlardan ham ko'rsating deydiganlarga esa bunimizni razmeri keladigan bo'lsa 3 metrga yerdan balandligi 240 cm. Shu turishi 6 million so'm do'stlar. Qaranglar. Mo'kasi, semisitili, shoshilkasi bonusiga bo'ladi do'stlar. Orqalari esa granit yaxshisidan gaz, vitichkalar tushiradi. Vitichkaning ustilari ham foydalanadigan kengidan bo'lgan, svetlari 3 xil yonada akril materialda bo'lgan do'stlar. Men 3 metr joyim bor, 240 ham bo'laveradi. Bitta hali endi men qo'yib olaman deydiganga esa bunimiz esa 240, yerdan balandligi 230 cm ga tushadi. Shu turishi do'stlar 3,800,000 so'm bo'ladi do'stlar. Razmerlarini xudo xohlasa xohlagan rangingizda, xohlagan razmerlaringizda bor do'stlar. Bunimiz esa rossiyskiy laminat, yerdan balandligi 230, 270 yerda uzunligi, balandligi 230, shu turishi do'stlar 4 million so'm bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, xudo xohlasa bitta-bittadan like bosib qo'ying, o'tirmasdan do'stlar. Hali ham like bosmabsiz. Xudo xohlasa sizlarga zo'rlarini qilishda boshladik do'stlar. Bunimiz ham 270 ga, balandligi 220. Shu turishi 4,200,000 so'm bo'ladi do'stlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkalar aytilayotganida besplatniy boshqa viloyatlarga kelishilgan holda bo'ladi. Andijon yangi mebel markazidan xudo xohlasa sizlarga obzor qilyapmiz. Bitta-bittadan like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar.